Maktab va bog'cha masalasi bu o'zidan keyingi bo'lgan o'sha kadrlar tayyorlash bosqichining asosiy fundamental jarayoni va bu jarayonda yetarlicha bilim va tarbiya olgan yoshlar albatta malakali bir kadr bo'lib yetishda, vatanparvar bir avlod bo'lib yetishda muhim omil bo'lib sanaladi. Va bundan tashqari yana bir muhim masalaga alohida e'tibor qaratdilar, bu yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish. Bu azaldan bizni tarbiyamizda ham, azaldan bizni qadriyatlarimizda ham bor masala, ya'ni yoshlarning bo'sh vaqti dushmanning ish vaqti deyiladi. Aynan mana shu vaqtni o'zimizniki qilib olish va mana shu vaqtda yoshlarni ham ta'lim, ham tarbiya jihatidan keng qamrab olish uchun bizda loyihalar juda ko'p bo'lishi kerak. Hattoki yoz mavsumida ham. Va biz ko'p gapiradigan o'sha jadidlar borasida ham, jadidlarda ham asosiy maqsad bu teatr orqali, madaniy o'sha chiqishlar orqali yoshlarni jalb qilish, millatni uyg'otish bo'lgan. Umumiy olganda millatni genofondini yaxshilash, ya'ni bu genofond faqat tug'ilish yoki yoshlarning sog'lomligi bilan belgilanmaydi. Bu ularning qarashlari, intilishlari va oldiga qo'ygan maqsadlari bilan belgilanadi. Va mana shular borasida bolani tug'ilgandan boshlab to malakali kadr bo'lib yetishgungacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladigan muhim bir tavsiyalar, topshiriqlar berildi va o'ylaymizki, bu topshiriqlar uchun nafaqat soha mutaxassislari, balki butun jamiyatimiz va o'zini shu jamiyatning eng faol kishilari deb bilgan har birimiz mas'ulmiz.